Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mijozlar. YouTube kanalımıza xush kelibsizlar. Bu yil navbatdagi ko'chmas mulklardan 2 xonali 72 kvadrat kvartirani e'tiborlaringizga havola qilaman. Bu bizning turgan yerimiz Xanka yo'li. Yan tarafimiz Sharq bozor. Yan tarafimiz Ko'z ojizlar tashkiloti Perekrostiki. Şurada bir Sharq gastitsasi bor ekan. Sharq gastitsasining yanında 4 etajli yangi dom qurilgan. Şunun birinchi qavatında 2 xonali kvartira sotib qo'yilatir. Shuni birgalikda do'stlar ko'rib tanishib chiqamiz. Domni tashqarisidan ko'rinishi, ko'chasi yomon emas, parkovочный zonalarini ega. Xohlasanizlar domni yonidan ham yetib kelsangiz bo'ladi. Xohlasanizlar Sharq gastitsasining yonidan ham yetib kelsangiz bo'ladi. Parkovочный zonalari bor. Yangi dom. Ish uglovi birinchi etaj. Xudo xolasa shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Podval ham bor ekan. Birinchi etaj polni tey podval ekan. Tuzatilgan, eshiklari qo'yilgan. Bemalol undan ham foydalansanizlar bo'ladi. Esa podizdan girib, kvartiraning ichki qismini birgalikda ko'rib chiqamiz. Shuni yurib boramiz. Shu ikkita oyna. Tinch, ajoyib yer. Podizlar shunday muromala etilgan. Aziz do'stlar, mana podizga kirib keldik. Birinchi qavat. Har qavatida ko'rib turganlaringizning 3 ta kvartira joylashgan. Biz hozir shu 2 xonalini ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy ishlardan kirib boramiz. Kirib boradi bo'lsak, shuni katta girish qismi, koridor, xonalari alohida chap tomonda sanuzel, hojatxonasi, oshxonasi, zal va spalnya xonalari joylashgan. Yana shu yerdan kirib keldik. Mana girish yeri juda ham keng mo'l, dor emas. Medina ko'lius uskunalari o'rnatilgan. Birinchi navbatda shu zal qismidan boshlasak. Mana shunday bir katta zal tushgan. Местоположение ajoyib aziz do'stlar. Sharq bozordan o'tgan yerda 4-9 xullas transportdan bu yerda muammo yo'q. Avtobuslar, Damaslar qatnab yotibdi. Xullas transportdan muammo yo'q. Bu yer zal qismi edi. Remontlari ajoyib. Svejiy remont. Yana konditsionerlar o'rnatilgan. O'zining otoplenyasini ega kvartira. 100% laminat pol qilingan. Zalni ko'rib oldik. Bu yerda spalnya xonasi. Spalnyasi ham kichkina emas. Bu kvartiramizni qo'shimcha podvali bor ekan. 100% tey podval. Alohida o'zining eshiklari bor ekan. Undan bemalol foydalansanizlar bo'ladi. Bu yerda oshxona qismi, oshxonasini mebellar bilan jihozlangan. Bu yerda butishkalari, gaz plitalari barchasi mavjud. Suv qizdirish apparatlari ham kuxnyasina o'rnatilgan. Bu yerda kotel qismi, kotellar ham 100% joyini bemalol qizdirib biladi. Ajoyib двухконтурный kotel. Bu yer yana kuxnya qismi edi. Yana bu yerda hojatxona qismi. Men ko'rsatib o'taman. Kafilatilgan eshiklari mavjud. Akfa Plus eshik. Bu yerda yana yuvinish xonasi. Qo'lundan patologxonasi 100%. Kafil urilgan. Xullas, sosteniyasi cho'tki do'stlar. Olib turib, bemalol hazat yashasangizlar bo'ladi. Birinchi qavatda 2 xonali shahrimizning zo'r tochkalaridan kvartira sotib qo'yiladi. Bemalol kelib ko'rib, savdolashib, joyni sotib olishlaringiz mumkin. Yana bir marta aytib o'tamiz, местоположениеsi juda ham zo'r. Bu territoriyada suvdan, svetdan, gazdan umuman muammo yo'q. Sharq gastitsasini yanginasida yangi dom, novostroyka 4 etajli dom, 2 xonali kvartirani sizlar og'zingizga ko'rsatib bildim deb umiddaman.
Bizning videoroliklarimizni şimdi like'larni bosamiz va albatta kanalımıza podpiska etib qo'yamiz. Chunki sizlarga shunday kvartiralarni, ko'chmas mulklarni ko'rsatishni davom etamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.